Amerikaga kelganingizdan keyin ertasiga ishga chiqmoqchisiz va qancha ishlarsiz bo'ladi? 150-200 dollargacha kuniga ishlasa bo'ladi va bugun o'sha ishlar haqida, ya'ni 5 ta eng oson ishlar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Qani, ketdik. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Azizbek. Bugungi videorolikimda eng oddiy, ya'ni siz ham Amerikaga kelganingizdan keyin ishlashingiz mumkin bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Amerikada tilni bilmasdan ham ya'ni oddiy ishlarda ishlasa bo'ladi va bugun o'sha ishlardan 5 tasi haqida birgalikda suhbatlashamiz. Eng oddiy va ko'pchilik kelganda birdaniga ishga chiqadigan ish bu construction ish deyiladi. Ya'ni bu ustachilik, oddiy qilib aytganda ustachilik ishi. Ustaga yordamchi yoki ustalar bilan birga ishlaysiz hamda mana shunday ishda ishlasangiz agar, oddiy qilib aytganda New York shtati ustachilik haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasangiz, oddiy ustaga yordamchi bo'lib ishga tushasiz va soatiga 15 dollar ishlaysiz. Agar siz usta bo'lsangiz, malyar yoki santexnik yoki elektrik bo'lsangiz agar, shunga qarab oyligingiz 20 dollargacha ko'tariladi. Bu albatta soatiga. Xabaringlar bor, albatta Amerika o'zi immigrantlardan tashkil topgan hisoblanadi. Har xil millatli odamlarni, insonlarni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda san o'zbek, san rus, san qirg'iz, san hind degan gaplar yo'q. Ya'ni hamma millat bir-biri bilan kelishib, ya'ni hech qanaqa millatchilik degan narsa juda ham kam uchratishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchi ish esa bu bakery, ya'ni bakery deb aytiladi Amerikada, o'zimizda esa oddiy novvoychilik deyiladi. Oddiy pekarniy sexda siz o'sha ishlaysiz va o'sha ish orqali ham soatiga 15 dollar ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni buning uchun ham til bilish shart emas va til bilmasdan ishga kirsangiz bo'ladi. Birdaniga keldingiz, birdaniga bir hafta yoki 3-4 kundan keyin ishga chiqib ishlasangiz bo'ladi. Uchinchi ish esa bu moving deb ataladi. Bu oddiy qilib aytganda uy ko'chirish xizmati. Bu salgina og'irroq ish, oldingilariga qaraganda ham og'irroq, ya'ni ustachilikdan ham, ya'ni bakery ishidan ham nisbatan og'irroq ish, ya'ni og'ir narsalar bo'ladi, o'shani ko'tarish kerak bo'ladi, domlarga, ya'ni buildinglarga olib chiqib, olib tushish kerak bo'ladi. Lekin bu ishda ham bolalar ishlayapti. Albatta baquvvat menga o'xshagan emas, baquvvat bolalar bo'lsa, boshqa ishlarda ishlasa bo'ladi va bu ishlarda ham soatiga 15 dollardan ishlasa bo'ladi. Adashmasam uni o'ziga yarasha fishkalari bor. O'rtacha hisobda aytganda chivi deyiladi, ya'ni qo'shimcha xizmat haqqi olish mumkin bo'ladi. Ya'ni kuniga 100-150 dollardan boshlab to 500 dollargacha kuniga ishlasa bo'ladi deb aytishdi va bu hozirgi vaqtdagi, ya'ni ko'pchilik ancha yillardan beri mana shu ishda ishlab, demak biznes qilishmoqda. Ya'ni bu yaxshi bizneslardan biri, Amerikadagi yaxshi bizneslardan biriga aylanadi keyinchalik. Hey do'stlar, qaranglar, hozir mana bu yerda ob-havoni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r. Lekin issiq kiyinib olganimga xavotir olmanglar. Men o'yladim bunaqa salqin bo'ladi deb havo, lekin juda ham issiq, 25 gradus atrofida. Lekin ko'pchilik insonlarni ko'ryapmiz, maza qilib mana bu yerda o'ynayapti, bolalarni olib kelib futbol o'ynab. Bugun teng bo'li yakshanba kuni bo'lgani uchun va birgalashib o'sha o'zbeklar ko'paygan sari hozir mana xudo xolasa bizada ham mana shunaqa birgalashib dam olib, pikniklar uyushtirib, xudo xolasa kimda kim Amerikaga kelishni niyat qilib yurgan bo'lsa, albatta niyatiga erishishiga tilakdoshman va tez orada niyatinglar amalga oshishi uchun albatta harakatni boshlashingiz kerak. Beshinchisi esa bu hammaga mashhur bo'lgan, ya'ni Amerikada ham bu narsa mashhur, ya'ni Rossiyada ham ko'pchilik ishlagan Yandex.Eda yoki Durdash degan narsalar bor. Demak, Amerikada demak delivery xizmati bor, ovqat tashish xizmati. Buning uchun avtomobil talab qilinmaydi, hattoki velosiped ham talab qilinmaydi ba'zi joylarda, lekin agar sizda velosiped bo'lsa, bu juda ham qulay bo'ladi. O'rtacha hisobda 50-100 dollarga velosiped olsangiz agar, keyin ishga chiqsangiz bo'ladi. Kuniga o'rtacha hisobda 150-200 dollargacha ishlasa bo'ladi. Ya'ni bu ish salgina qiyinroq, o'ziga yarasha mas'uliyati bor, lekin shunga yarasha ko'proq ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni buni xohlagan kuningiz ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu mobil telefonlar orqali boshqariladi. Ya'ni mobil telefon orqali o'sha ilova orqali ko'chirib olib, bemalol ishga chiqsangiz bo'ladi. Ertasidan boshlab ishlasangiz bo'ladi va xohlagan kuningiz o'zingizga oddiy, xohlagan kuningiz o'zingizga ish kuni deb belgilasangiz ham bo'ladi.
Bundan keyingi videoroliklarda sizlarga ko'proq ishlar haqida ma'lumot berishim mumkin. Albatta buning uchun oddiy kommentariya, izohlar, layklar albatta bizlar uchun bu juda ham muhim va Amerikada nima ishlar yana qilsa bo'ladi. Ya'ni siz bir oy mana shu ishlarda ishladingiz, o'zingizni o'rganib oldingiz, kerakli hujjatlaringizni taxladingiz va kerak bo'lsa mashina olishingiz ham mumkin bo'ladi. Mashina olganingizdan keyin albatta ko'proq ishlarda ishlasangiz bo'ladi va bu ishlar haqida agar sizlar uchun Amerikadagi ishlar yana qiziq bo'lsa, yana videoroliklarni kutib qolinglar. Sizlar bilan Lazbek va keyingi